Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Yana sizlar bilan psixolog coach Bahodir Nazirov. Bugun men o'zimning o'quvchilarimdan birini taklif qilganman suhbatga. Xitoy bilan ishlovchi, Xitoydan har xil tovarlarni zakasiga olib kelib beruvchi Murod Akbarov. Bular bilan o'z vaqtida hamkorlik qilganmiz, birgalikda ishlaganmiz. Ko'p keyslarni men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ya'ni Xitoydan mol olib kelib berish jarayonida qiziq holatlar bo'lgan. Pulni ekonom qilaman deb yo'qotgan insonlar bor. Xuddi shuni kanalimizni kuzatuvchilari bir ko'rsatmoqchi edik. O'zimizga foyda keltirish o'rniga zarar keltirib qo'yadigan shu odatlarimiz bor. Shu realniy keyslarda ko'rishga Murodjon yaxshigina yordam berishlari mumkin. Ya'ni praktik Xitoy bilan ancha yildan beri ishlaydilar. Xitoy tilini mukammal biladilar. Ko'p insonlarga tovar olib kelib berish jarayonida ko'plab holatlarga duch kelganlar. Qachon tez keladi, qachon bir inson yutadi, yutqizadi, ko'p voqealarga guvoh bo'lganlar. Shularni o'zlari aytib bersalar, shundan xulosa qilib biza hayotimizda shu arzonni orqasidan yugurib ko'p yutqizmaylik. Faqatgina pul birinchi o'ringa turganda inson ko'pincha yutqizadi. Ya'ni pul yutyapman deb yutqizib qo'yadi. 2 barobar, 3 barobarga tushishi mumkin, vaqtidan yutqizishi mumkin. Shuni hammasini bugun bulardan so'rab berardim. Realniy keyslar bilan shu ko'rsatib bersangiz. Qanaqa holatlarda pulni ekonom qilaman deb kattaroq zararga tushgan holatlarni ochib bersangiz. Assalomu alaykum. Bahodir aka, assalomu alaykum barcha kuzatuvchilar. Baribir mana O'zbekistonda o'sha paytdan boshlangan edi. Mana arzon tovarga yopishish bizda juda qattiq rivojlangan. Nimaga desangiz, hali bizani nima deydi? Ruschalab платежеспособность sposobnost deydi. Ya'ni moddiy buni endi hozir to'lov qobiliyatimiz unaqa rivojlanmagan, yuqori darajaga chiqmagan. Shuning uchun biza ya'ni tadbirkorlar ham arzon tovar olib, ustiga shu hamma nimalardan keyin yana ustiga nimadir qo'yib tirikchilik qilishni o'ylaydi. Lekin shuning orqasida mana 90-yillarda kooperativlarni ta'sirida Xitoy tovari sifatsiz degan odamlarda tushuncha paydo bo'lgan. Lekin vaholanki mana shu ish jarayonida ko'p odamlar bilan muloqot qilib, mana shu kechirasizlar-ku, kursdoshlarimning orasida Angliyada fuqarolari, Angliyaning fuqarosi, Fransiyaning fuqarosi bo'lgan. Ular bilan birga magazinlarga borganmiz, tovar tanlashga. Ular menga ko'rsatishganda, mana Xitoy tovari sen o'ylagandek sifatsiz emas. Aslida mana shu Giorgio Armani bormi, Chanel bormi, boshqa Yevropaning kuchli brendlari ham aslida Xitoyda ishlab chiqaradi, keyin o'ziga olib borib, o'zida sotadi deb ko'rsatib, tushuntirib, endi chunki u student o'zi asli angliyalik bo'lsa ham xitoylik bilan turmush qurgan ekanda, shuni nimasida orasida bir til o'rganish uchun, ya'ni yengilliklar bilan nima qilib, shu Xitoyga bekor yurmaydi deb o'qishga kirgan ekan. Xitoy tilini yaxshi biladi. Yanada takomillashtirish uchun o'qigan. Xullas, o'sha inson tushuntirib bergan edi, sifatli mahsulotlar Xitoyda asosan Xitoydan chiqadi. Faqat bizga yetib keladigan mahsulot, ya'ni 3-olam, bizning tadbirkorlarni roli katta bo'lib qolgan. Chunki borganda bizda eng arzonni so'raladi. Har nima olinsa arzoniga yopishiladi. Shuning uchun Xitoylar har doim so'raydi. Hozirgi kungacha ham so'rashadi. Qayerga olib boriladi? Qaysi davlatdansan? Men O'zbekistondanman desa, ha, tushunarli deydi. Men lekin Xitoylik, masalan, Yevropadanman desa, bo'ldi deydi, ularga umuman boshqacha anaqa beradi. Endi men ish jarayonida bo'lgan shu gaplashib o'sha Yevropaga beriladigan mahsulotni o'zimizga olib kelishga muvaffaq bo'lgan joylarim bo'lgan. Shuning uchun ham bu narsani ayta olaman. Endi hozirgi masala bo'yicha mana konkretnik
keyslar bilan gaplashadigan bo'lsak, insonlardagi arzon psixologiyasi juda ham ongimizga singib ketganda. Shaxsan men o'zimda ham shu masaladan ko'p qiynalganman. Ko'pincha bozorga borsam, arzon mahsulot, ya'ni bozorni aylanib arzon narsa olishga xullas nimaga endi bu psixologiyani, ya'ni arzon narsaga yopishi, buni ko'lab ko'rish kerak-da. Endi Bahodir aka, mana o'zingiz ayting. Endi agar odamda ozginagina shu faqirlik falsafasi deydi, qashshoqlik falsafasi bo'ladimi, u yutyapman deb o'ylaydi. Ya'niki ikkinchi sortli narsani olib sal puldan yutyapman deb o'ylaydi, lekin sog'lig'iga zarar yetkazayotgani, bu narsa juda qisqa muddat xizmat qilishini o'ylab o'tirmaydi. Shu o'ylamaslik hisobiga, ertaga nima bo'lishini o'ylamaslik hisobiga ko'pincha yutqizadi. Ya'niki arzon olayotgan narsalar ko'pincha qimmat bo'lib chiqadi. Agar oxirigacha hisob kitob qilinsa, ozgina bir ko'rilsa. Va shuning uchun ham birinchi navbatda o'zi har bir inson o'zini hurmat qilsa, foyda olmoqchi bo'lsa, birinchi navbatda sifatga e'tibor qaratish kerak. Mana shu sifat esdan chiqarilib, faqatgina puliga qaralgan joyda yutqizishlar nihoyatda ko'p bo'ladi. Endi bizga tadbirkorlar kelardi, o'sha birgalab hamkorlik qilgan vaqtimizda tadbirkorlar eng ko'p yutqizuvchilar bo'lib ko'rindi bizga. Kattagina pullar aylanardi, janjal to'polonlar bo'lardi bir so'm ustida. Lekin biz ham shu paytda harakat qilganmiz, sifatliroq mahsulot olib kelishga. Nima degan talab bor edi, shu оборудование ko'pga yetib o'rsin deb ko'p marta bo'lgan bu holatlar. Shuning uchun albatta agar yutmoqchi bo'lsanglar, tarozga qo'yishni o'rganinglar, ko'rasizlarki sifat birinchi o'rinda turgan joyda foyda ham katta bo'ladi. O'sha Murodjon endi Xitoyda ko'p bo'lganlar aytib berardilar, shu xitoyliklar kerak bo'lsa оборудование Italiyadan olib kelib ishlatishadi, har yarim yilda оборудование yangilab turishadi, lekin bu daromadni tushirmaydi, naborot ko'taradi deb aytgandilar. Shundan ham xulosa qilganmiz, juda ham xohlardikki bizning tadbirkorlar ham kattaroq foydaga chiqsa, dunyoni hamma chekkasiga o'zining mahsulotini bemalol eksport qila olsa, O'zbekiston nomi Made in O'zbekiston butun jahonga tanilsa degan bir maqsadimiz ham bor. Inshaalloh bo'ladi ham. Nima deganda vaqt o'zgaryapti. Bu 5-6 yil ichida ko'p narsa o'zgarib ketdi yaxshi tarafga. Xudo xolasa yana o'zgaradi. Bular hozir o'zlarining faoliyatlarini davom ettiryaptilar. Endi bu suhbat birinchi bor uyushtirilyapti, lekin dildagi bir aytadigan so'zlarimiz borki, shu insonlarga foydali bo'lsin degan maqsadda shu uchrashuv tashkil qilingan. Va ochib berish kerak. Nima degan, meni o'zimdan ham juda ko'pchilik so'raydi, mayli psixologiya o'z yo'liga, lekin real hayotda nima qilish kerak degan savolga javob sifatida bu suhbat o'zi uyushtirilyapti. Mana shu holatlarni agar ozgina bir qanday boshlangan, qanday tugalgan, qaysi joyda foyda olib kelindi, yana bir ko'rsatib bersangiz yaxshi bo'lardi, realniy keyslar bilan. Endi mana Bahodir aka, juda ko'p keyslar bo'lgan, lekin ayrimlarini aytib o'tamiz, hammasini aytishga vaqtimiz ham yetmaydi. Bitta misol keltiraman. Shu puliga talashmasdan sifatli mahsulot olgan odam hozirgi kunda ham o'sha olib bergan uskunamizni haligacha maza qilib ishlatyapti. Mana endi tadbirkorlik qanaqa bir tavsiyada, faqat arzon narxga emas, endi narxi qimmat narsa zo'r bo'ladi degani ham emas. Bu narsani ham unutish kerak emas. Xitoylarda bitta nima deydi, ibora bor. Ifin chang, ifin ho. Ya'ni pulingga yarasha tovar olasan. Bu degani o'ta arzonga yopish kerak emas. O'ta arzon, mana oddiy misol, mana
temir oladigan bo'lsak, tashqi ko'rinishi temir, to'g'rimi? Buni ko'rsangiz, buni temir, lekin uni haligi o'zini maxsus anaqalada laboratoriya tekshirib ko'rsangiz, arzon temir bilan sifatli temir ajraladi. Haligi sinib ketadi yoki boshqa qiladi. Xuddi shunaqa Xitoyda nima qilib arzonlashtiradi tovar? Mana hamma oddiy ikkita tashqi ko'rinishdan ikkita bir xil uskuna bo'ladi, lekin bittasi misol uchun $10,000, bittasi $5,000. Oddiy. Buni yechimi ular uchun, buni yechimi oddiy. Ular shu $10,000 ga sifatli mahsulot, sifatli xomashyolarni tayyorlaydi, haligi $5,000 sifatsiz xomashyolar. Avtomatik bularni ishlash jarayoni umri bittasiniki uzun, bittasiniki qisqa bo'ladi. O'sha mana buni qanaqa qilib bilib olamiz? Birinchidan juda ko'p talashish kerak emas. Narxini tushir, arzonroq dursa, oxiri bo'ldi, qilib beraman deydi. Lekin sifatsiz mahsulotlar. Endi arzonroq olishni bitta yo'li bor. Birinchidan endi meni shaxsan o'zimdagi nima qanaqaki, men endi ular bilan o'zini tilida gaplashaman. Ularni urf-odatlaridan bilaman. Keyin firmani kerakli joylarini tekshiraman. Ya'ni misol uchun sertifikatlarini tekshiraman. U korxonani nima xomashyo ishlatishini, misol uchun mana chiplar bor. Oddiy chip bu ko'rinishidan oddiy narsa. Mana lazerli stanoklarni oladigan bo'lsak, lazerli stanokni miyasi uni nimasi? Rexus firmaniki bor. Tayvandan ishlab chiqarilgani bor, Yaponiyalik Panasonic, keyin nemetskiy analar bor. Zapchastlarni foydalanib, nima qilib beradiganlar bor. Ya'ni uskuna ishlab chiqaruvchilar bor. O'sha zapchastlarni nimasini perechini olganda o'sha ma'lum bo'ladi. Chunki u zapchastni chiqarayotgan kompaniya o'zining nimasini, obro'sini saqlash uchun faqat sifatli mahsulot chiqaradi. Misol uchun qo'rqmasdan olsangiz bo'ladi. Yaponiyanikini, Tayvannikini ham. Chunki Tayvan Xitoy davlatining bir bo'lagi bo'lishiga qaramasdan, u yoqda chiplar, ya'ni mikrosxemalar, chiplar ularni ancha yuqori darajali. Misol uchun Xitoyda Shenzhen, Guangzhou atrofidagi ishxona, ya'ni korxonalar bu tomon elektr texnologiya bo'yicha rivojlangan bo'lsa, eng undan ham yaxshi rivojlangani bu shu Tayvan. Haligi uskunani olayotgan odam menga mashnaqa bo'lsin dedi. Xo'p dedik, uni potrебностini o'rganib, ya'ni texnik zadaniyasini o'rganib, shu bo'yicha mahsulot qaradik. Albatta bizani oldimizda boshqa variantlar ham bor edi, lekin bitta tanlov qildik. U tanlov birinchidan arzoniga yopishmagani, ikkinchidan sifatiga yaxshi e'tibor berganimiz. O'sha mahsulotni, ya'ni uskunani 8 yil bo'ldimi? 7-8 yildan beri buzilmasdan, tiq etmasdan ishlayotganini ta'minlab beryapti. Endi shu bilan birga boshqa bir inson kelyapti, menga mana deydi qadog'lovchi uskuna kerak edi. Xo'p deymiz. O'zi to'g'risi nima deydi, anu insonlarni, ya'ni tadbirkorlarga yordam berish maqsad bo'lgani uchun ustiga ko'p daromad qo'ymaymiz. Ya'ni buncha nima deydi, misol uchun $100 narsani $200 qilib sotmaymiz. Qo'ysak 5-6% yoki nari borsa endi anu arzimagan nima qo'yiladi-da endi. O'sha xizmatimizni davomiy bo'lishi, ya'ni долгосрочный отношения, ya'ni uzoq muddatli munosabat, mijozlar bilan qurish maqsadida ustiga ko'p qo'ymasdan mahsulotni xizmatimizni aytamiz-da endi. Xullas, aytayotdiki, menga mamnaqa bo'lsin. Xo'p, yo bu qimmat ekan. Nimaga? Okey, mana mamnaqa narsalardan foydalan, zapchastlar mamnaqa ekan. Yo menga arzonni gaplash ber. Okey, arzoni bo'lmaydi. Xo'p, maylani mijoz har doim haqli bo'lgani uchun qidirishni davom etdik. Topdik.
uni ham oldikda berdik. Yo'q, yana arzon. Bundan arzon qilib bera olmaymiz. Chunki eng arzonini topdik. Bo'pti, keyin bu yoq keyingi qismi, yo'l kirasi, rastamoshkasi, boshqa. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda ham xuddi shunaqa. Mana sifatli, ishonchli kargolar bor, ya'ni logistika korxonasi bor. Uni taklifini bera olamiz. Yo'q, bu qimmat. Boshqasini ber. Xullas, oxir oqibat eng arzon tovarni eng arzon kargo bilan, ya'ni logistika bilan olib kelishga qaror qildi. Nima bo'ldi oxiri? Belgilangan muddatga yetib kelgani yo'q. Belgilangan muddatga yetib kelmagandan keyin bu yoqda tamojada ushlanib qoldi. Qo'shimcha to'lovlar chiqib qoldi. U bo'ldi, bu bo'ldi. Oxirida haligi mijoz sizni ham esingizda-ku, katta bir to'polon qilib, salla undoq bundoq. Yo'q. Aslida xato o'ta arzonga yopishishda bo'lgan. Bu hozirgi mana bunaqa misollar ko'p keltirish mumkin, lekin bunaqa oxiri shunaqa arzonchilarga to'g'risini aytganda ular bilan ishlamaslikka harakat qildim. Chunki foydasi yo'q-da. Zarari bor. Asabingiz bizada boshqa bo'ladi. Foyda ko'rish o'rniga biza hattoki zarar ko'ramiz agar o'shalar bilan hamma gapiga xo'p deydigan bo'lsa. O'zi spetsialistning gapiga xo'p deyish kerak. O'sha keyslarning ichida meni ko'rganim Samarez biznesi edi. O'sha Samarezning liniyasi 500 millionmidi? Yo'q, undan ortiqmidi? 500 million turadigan Samarez'ni internetdan ko'pchilik o'qib olib, $10,000 olsa bo'lar ekan, Samarez chiqarsa bo'lar ekan degan gaplarni aytishyapti. Yo'q, unaqa emas. Realnost boshqacharoq. Mana haqiqiy оборудование mana bizda bu ishlangan deb narxlar berilganda, yo'q, sizlar aldayapsizlar. 10 ming, 15 mingga mana shu kichkina sex ochaman deb o'shani olib kelganlar ham bo'lgan ekan. Eng qizig'i, keyin o'zimizga telefon qilib, iltimos sotib beringlar. Ishlatib ko'rganda hamma narsa ma'lum bo'ladi-yu. Bu ishlamas ekan, bu Samarez chiqarishga yaramas ekan. O'ylab qaraganda o'sha 10 ming, 15 ming dollar havoga uchib bo'ldi. Endi buni kimgadir sotishni o'ylayapti-da. O'zi ishlamasligi aniq bo'ldi. Ya'ni yutqizish bo'ldi. Endi xuddi shunaqa aldanadigan insonni qidiryapti-da u. Realnost boshqacharoq. Ya'ni realnost o'sha spetsialist, biladigan, tushunadigan insonlar gapirish kerak. Internetda berilgan hamma ma'lumotlar ham afsuski, ya'ni haqiqat emas, reallikdan nihoyatda uzoq bo'lishi mumkin. Ya'ni insonlarni qiziqtirish uchun qanaqadir bir informatsiyalarni berishi mumkin, o'sha prosmotr uchun, boshqa narsa uchun. Reallikda insonlar yutqizib qo'yapti. Ya'ni Samarez biznesi bilan o'sha boshlang'ich etapida ham yaxshigina pul bilan kirish kerak. Haqiqatdan shu narsa bilan shug'ullansa. Lekin 10 ming ekan, 15 ming ekan deb reallikdan uzoq bo'lgan sifralarni aytib, oxiri olib kelgandan keyin ma'lum bo'lyapti, u narsa faqatgina cho'nchakka zarar, hech qanaqa biznes yo'q, bundan foyda yo'q. Shunday holatlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun illyuziyani orqasidan yugurish kerak emas, realni oxirigacha darobodga qilib, hech bo'lmasa kuyishini tushunib, vaqtida to'xtash kerak. Shu 10 ming, 15 mingni o'ziga buyursin, o'zini cho'nchagida qolsin, zarari kirmasin. Lekin bir narsani qattiq ushlab olib, shu men haqman degan inson ko'pincha yutqizib qo'yadi. Mana biz o'zimiz ko'rganmiz, men o'zim gaplashganman, shu оборудованияni sotib bering deb o'zimizga ham chiqishgan. Yo, biz sotmaymiz, biz yaxshi bilamiz buni ishlamasligini. Olgan odam baraka topmaydi deb albatta отказ berganmiz. To'g'ri aytasiz, Bahodir aka. Endi uskunalar bilan ishlash, ya'ni u ishlab chiqarish bilan shug'ullanish menga o'zi juda ham yoqardi. Shu yoshlikda nimadirlar qilib, endi to'g'ri, endi sharoit zo'r bo'lmagan. Shuning uchun ham nima bo'lsa, ya'ni o'zim qo'lim bilan yaratganman-da, endi yoshlikda ham, misol uchun hozirgi ko'pchilik gapirsam ishonmaydi. Shu 6 yoshda g'ish quyish boshlaganmiz. Bittali rahmatli dadam qolib yasab berib, o'shandan shu sohaga, ya'ni ishlab chiqarish, boshqalarga qiziqish boshlanib ketgan. Endi shu bilan birga mana uskunalar masalasida biznes qilaman deb
odamlar ko'p xatoga yo'l qo'yadi. Qanaqa xato? Nimadir ishlab chiqarmoqchimi? To'g'ri, ishlab chiqarish kerak. Uni kimga realizatsiya qiladi? Shu tomonni ham o'ylash kerak birinchi o'chirda. И yana bitta narsaki, shunaqa оборудованиялар bor, ya'ni uskunalar bor. O'zi qimmat turmaydi. O'zi qimmat turmaydi. Lekin uni xomashyosi u оборудованиyadan 5-6 barobar. Ya'ni оборотный средства ko'proq kerak bo'ladi. Lekin bir xil оборудование bor, qimmat bo'ladi. Buni endi birinchi qaraganda qimmatga o'xshab tuyuladi, lekin uni xomashyosi arzon. Ishlab chiqaradigan mahsulotingiz ham nima deydi, talab bor. Shu joylariga ham baribir e'tibor qilish kerak. Hozirgi mana Samares temasini ko'tardingiz. Men juda chuqur o'rgangan edim shu sohani yo'nalishi. Ming zo'r anaqa bo'lsin. Bu yerda endi asosan ikkita nima. Bittasi shu rezba nakatный stanok bilan и boshini shapkasini kerakli o'lchamda uzib beradigan, lekin unga ishlatiladigan xomashyo maxsus sim. Uni обработкаdan o'tkazib, uni cho'zish kerak. Birinchi etap o'zida simni, misol uchun 6 mm qalinlikdagi simni 3.2 mm ga keltirish kerak. Bu birinchi etap bo'lsa, unni o'ziga bir ancha-muncha ish ketadi. То есть ancha-muncha stanok ketadi. Keyingi etapda haligidek shu kerakli o'lchamda, razmerda kesib chiqib, uni keyin rezba. Ana undan keyin 3-etap, eng asosiy etap. Pechkasi bor, galvanizatsiya, ya'ni kimik обработка deydi. Uni qilmasa bir tiyin. Mayli, hop, Samares ishlab chiqarmoqsiz. Birinchi etapida mayli kerakli o'lchamdagi simni olib, sotib olib ishlab chiqaraman desangiz, bu tannarxi oshib ketadi. Buni hozir tushuntirganimdek, zavodlar mana Rossiyaniki bo'ladimi, Xitoyniki bo'ladimi? Ishlab chiqaradigan simini qalinligi 6 mm. Agar siz unga zakaz bersangiz, 3.2 mm deb bersangiz, u уже narxi oshadi. Tannarxi oshadi. Siz uni ili o'zimizda обработка qilish kerak. Endi qarang, mana shu bo'lmasa haligi xohlagan mahsulotni chiqara olmaysiz. Endi mix chiqaradiganlar bor. Nimaga mixi bitta tursa qiyshayib ketadi? Sababi oddiy. O'sha metal обработка qilinmagan. Terma обработка deydi. Termitskiy, ximический, ya'ni issiqlik bilan kimyoviy qayta ishlov berilmagan. Shuning uchun u metal yumshoq bo'lib, urganda qiyshayib ketadi. Samarezlar nima ekanlasi uzilib ketadi. O'sha yaxshi обработка bo'lmagan uchun. Uni mana bilamiz, mana Master firmasini nimasi. Endi meni reklama qilmoqchi emasman. Ularda shu narsa bor. Keyin men Namangandagi shu zavodga ham borgan edim. U yerda ham shu полный sikl bor. Usiz bo'lmaydi. Shunga o'xshab mana uskunalarda shunaqa joylari bor. Bularga ahamiyat berish kerak. Keyin yana bitta oxirgi payt bitta qiziq bir holat bo'lyapti. Uskuna olishgan, ichki zapchasi buzilib qolgan. Shu zapchasini olib, mana shunaqa zapchasi topib bering deyshadi. Bo'ldi, topib beraman. To есть topishga harakat qilaman. Xitoylik zavodlar bilan bog'landim, shu zapchasi chiqaradiganlar bilan. Ular aytdi, bu zapchasini ko'rdim, lekin menga обязательно shu uskunani o'zini birkasi bo'ladi, modeli bo'ladi, o'shalarning ma'lumotlarini berdi. Uni xaridor bera olmayapti. Sabab? Sabab endi bitta sababi bo'lishi mumkin, u yashiryapti. Ikkinchi sababi shunchalik xarid qilayotganda e'tiborsizlik bilan xarid qilgan, o'sha nimalariga e'tibor qilmagan. Mana shu ham mahsulotning sifatsizligini bildiradi. Ya'ni sifatli mahsulotda birkasi-yu, modeli-yu hammasi ko'rsatilgan bo'ladi. O'sha zapchasi oxiri keyin xitoylik bilan gaplashib, oxiri aytdiki, "Oy, baraka topgur. U yo modeli kerak, yo aniq chertyoji kerak." Chunki har bitta detali shu tishidagi zubchati nimasi bo'ladi, shesteronkalari o'sha bitta joyida xato bo'lsa, bu
tushmay qoladi. Shuning uchun iloji bo'lsa menga chertyojini ber yoki оборудованияni, shu uskunani modelini ber. Bo'lmasa iloji yo'q. Men seni aldamoqchi emasman. Shu yerda ham mana bizga katta, menga ayniqsa menga katta yordam beradi. Mana shu til bilganim, ularni milliy qadriyatlari, ularning urf-odatlarini yaxshi tushunganim menga ko'p yordam beradi. Ular bilan gaplashib, muloqot qilib, o'sha nozik joylarini bilib olishimga yordam beradi. Xitoylarni o'zida ham arzonchi psixologiyadan voz kechish bo'yicha ko'p tavsiyalari bor. Misol uchun mana biz bilamiz, endi hamma biladi, Alibabami yoki boshqami platformalar bor, o'sha yerdan topish. Endi to'g'risi hozir ilm fan texnika rivojlangani bilan, yengillik bo'lgani bilan baribir uni mohiyatini bilish uning uchun nima deydi, opit deydi, обязательно kerak. Til bilish, ularning urf-odatini haligini bilish. Har bir provinsiya, zavodni nimalari bor. Urf o'zini nimasi bor, особенность deydi, xususiyati bor. O'shalaridan kelib chiqib ular bilan muloqot qilishda, o'sha natijada ko'p holatda yutuq bilan chiqsa bo'ladi. Endi Bahodir aka, mana siz ham endi ko'p nima qilasiz, mana shu arzon narsaga yopish psixologiyadan qutulish uchun, ya'ni hozir aytdingiz, bu faqirlik psixologiyasini ham negizi bor-da, baribir to'g'ri gapiryapsiz. Bundan qutulish uchun qanaqa tavsiyalaringiz bor? Birinchi navbatda biznes o'zi hisob-kitob, ya'ni hamma narsani hisob-kitob qilishni bilish kerak. Faqatgina spetsialistlar bilan gaplashish kerak, ya'ni haqiqatdan shu ishni qilgan, shuni ichida bo'lgan, shu ishni yaxshi tushunadigan insonlar bilan maslahatlashib qilish kerak. O'sha necha yil xizmat qilishi, endi agar оборудование bo'ladigan bo'lsa, hammasini yaxshi izucheniya, ya'ni o'sha ketkazilgan vaqt u yutishga yordam beradi. Ya'ni ko'pchilik bu yutqizish deb o'ylaydi, ya'ni tez qilaman deb o'ylaydi. Iloji boricha puldan yutib, buni ekonom qilib, naryoqda boshqa bir ishga ishlataman deb o'ylaydi. Lekin eng ключевой joylari bor. Endi bizdan o'sha mana sizga qo'shilib ozgina ishlaganman, shu 1 yilcha. O'sha vaqtda ko'rdimki, shu korxonaning yuragi bo'ladigan uskunalarda iloji boricha ekonom qilmaslik kerak. Ya'ni uning sifatiga juda katta e'tibor qaratish kerak. Qancha vaqt ketishidan qat'iy nazar, qanchalik izucheniyaga vaqt ketishiga qaramasdan hammasini ishlatib, tushunib, spetsialistlarni olib kelib, xitoylar ham o'zi yaxshi tushuntirishadi. Mana tarjimon bor, Murodjon kamtarlik qilib aytmadilar, kerak bo'lsa xitoyliklardan yaxshi gapiradilar xitoychada. O'sha xitoylik spetsialistlarga ham chiqib, ular ham zainteresovani uzoq muddatli hamkorlikka, o'sha hammasini agovoritsiya qilib, uzoq yil garantiya olib, iloji boricha keyingina ishga tushirgan yaxshi. Ya'ni bu tartibli, kelajakni o'ylab turib, mulohaza qilib, tafakkur qilib olgan foydali. Ya'ni shoshgan inson yutqizadi, faqatgina pulni ko'rib, qilayotgan ishini nima deydi, tosh taroziga qo'ymagan inson ko'p yutqizar ekan. Men endi ko'p insonlar bilan ishlaganim uchun buni ko'p ko'raman. Endi sohamiz boshqa bo'lgan bilan, psixologiya bo'lgan bilan baribir shu narsaga borib taqaladi-da. Men yutqizib qo'ydim, anaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deb keyin so'rab surishtirsang, xuddi shu ishlar bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ozgina shu o'zbek tilida nima deydi, ochko'zlikmi, shu bitta maqol kelib qoldi shu joyiga. Skupoy platit дважды degan. Bizning zamonda trejdi bo'lib ketdi. 3 barobar ko'proq pul ketadigan bo'lib qoldi. Shuni hisobini olish kerak. Ya'ni hayotga real qarasa, ya'ni obyektiv qarasa, inson o'zini shu hissiyotlarini ozgina bosish kerak, nima qilayotganini tushunib yetish kerak, ya'ni adekvat bo'lish tavsiya qilinadi. Adekvat bo'lganda yutqizish kamroq bo'ladi. Endi 100% hamma joyda yutish qiyin, lekin adekvatlik
hayotni obyektiv ko'rish, ya'ni boricha ko'rish juda ko'p foyda keltiradi. Biz o'sha man emas, hozir bu ish bilan man shug'ullanmayman, Murodjon o'zlari shug'ullanyaptilar. Haqiqiy spetsialistlar ham kamroq qiynaysizlar shunda. Ular ham jon deb ishinglarni qilib berishadi. O'sha narsani tezroq kelishi ham o'sha sabab. Ya'ni hamma narsasiga e'tibor qaratish kerak. Xo'sh, tezroq kelish uchun, garantiya bo'lish uchun nimalar qilish kerak degan savollar berish kerak. To'g'ri bo'lsa kerak. Misol uchun men tadbirkor bo'lsam, tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lsam, meni qanchadir pulim bor, men kelib shu оборудование bilan shug'ullanayotgan bo'lsak, men shuncha budjetim bor. Shundan kelib chiqib biznes ochmoqchiman. Hali yo'nalish tanlamadim desam, budjetimga qarab hisoblab bersangiz kerak. Albatta. Ya'ni yo'nalish ko'p-ku. Endi mana bunaqa narsa borda, bizni ustozlar ham ko'p gapirgan. Bu xitoylik tadbirkorlar ham ya'ni dildan suhbat bo'lganda aytib berishgan. Birinchi ishlab chiqarishdan oldin albatta shu ishlab chiqarmoqchi bo'lgan mahsulotingni oldi sotish bilan shug'ullanib ko'rgan. Agar bu oldi sotisi yaxshi bo'lsa, xaridorgir bo'lsa, keyin uni ishlab chiqarish yo'llarini o'ylasang bo'ladi. To'g'ri. Chunki bir xil mahsulotni ishlab chiqarasan, tannarxi qimmat bo'ladi, o'ylagan bahoyingda sota olmaysan. Lekin bitta narsa borki, ishlab chiqarishga o'tmasang, rivojlanish bo'lmaydi. Bu oddiy savdogar bo'lib qolasan. Menga harbiylikdan bo'shaganimda bir savol berishganda, "Sen nima Xitoyga borib, qatnab, mol tashib, chilnochlik qilmoqchimisan?" deb so'rashganda, "Yo'q, men unaqa qilmoqchi emasman. Men albatta tadbirkorlik qilmoqchiman. Chunki olib kelib sotish, haligidek chilnochlik biznesda bu rivojlanish bo'lmaydi. To'g'ri, oilangni boqasan, yetarli mablag'ing bo'ladi, lekin uning bu nimaga gapiryapman? Haligi siz hozir aytganingizdek, biror bir ish boshlashdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish kerak degan joyiga tosh taroziga solib ko'rish kerak. Agar misol uchun biror bir mahsulot bo'lsa, uni namunasini olish kerak-da, obrazец olib keltirish kerak. Ozgina sarf qilinadi pul, lekin o'sha mahsulot obrazец kelsa, uni ishlatib ko'rsang, sinab ko'rsang, keyin katta ob'yomda partiyada olsang, boshqa bo'ladi. Lekin yana bitta narsa aytaman. Haligi arzonchi narsani haligi suhbatimiz mavzusiga qaytib, endi Bahodir aka shunaqaki, aylanib qaytaveramiz, suhbat davomida o'sha keyslar eski tushaveradi. Mana bitta holat bo'lgan, obrazец olib kelingan, tekshirilgan, hamma tomonlama yaxshi bo'lgan. Shartnoma tuzilgan, lekin tovar borib tekshirishga borgan borgan odamlar bunga mana bunaqa qo'shimcha qil, bunga mana bunaqa qo'shimcha qil, bunga mana bunaqa qo'shimcha qil deb qo'shimchalar ko'p iltimos qilgan. Xitoyliklar nima degan? Bo'ldi, gap yo'q degan. Qilib beraman degan. Aytganidek qilib bergan. Lekin qarang. U qo'shimcha juda ham foydali qo'shimcha edi. O'sha bo'lsa haligi mahsulotni nimalari yanada yaxshi bo'lgan, parametrlari, pokazatellari yaxshi bo'lgan. Lekin bir narsa esdan chiqqanki, bu shartnoma tuzib bo'lingan. U shartnoma tuzilgan payt o'sha oldingi komplektatsiyadan kelib chiqib, hisob-kitob qilib ular tuzgan. O'zini rasxodlarini, boshqalarini olganda o'shandan tuzgan. Lekin kelgan nimani iltimosi, bu katta proyekt edi. Iltimos u yerda qolmasin, boshqa qilsin, klient yo'qolmasin deb aytganini qilganda, o'sha qo'shimchalarni kiritgan, haligini себестоимостьga ta'sir qilgan. Oxirida nima bo'lgan? Oxirida kelishmovchilik kelib chiqqan. To есть, shartnoma qilishdan oldin hamma joyini o'rganib chiqish kerak. Ya'ni agar ertaga shunaqa qo'shimcha qilsam, shunaqa bo'larmikin degan joyini hisobga olib, qo'shimchalarni kiritib olib, keyin chiqqan narx bilan shartnoma qilib, shu shartnoma asosida ishlansa, o'ylaymanki, hech qachon yutqizilmaydi.
u tomonga ham yaxshi, bu tomonga ham yaxshi bo'ladi. Chunki Xitoy taraf ham nima deydi, mijozni ko'nglini olish harakatini qiladi. Bu o'sha sifatga ta'sir qilib qolishi mumkin. Shu joyga ham endi Bahodir aka, endi mana bugun endi birinchi suhbatimiz, hozir gapirmasam bo'lmaydi endi. Gapirish kerak, yana bitta joyi bor-da. Shunaqa bitta katta proyekt qilingan. Proyekt endi O'zbekistonda birinchilardan qilingan. Lekin bittagina oxirida bittagina detal. Bu detal, bu mana misol uchun bir mashina deb oladigan bo'lsak, o'sha mashinani bitta detali yo'q. Ya'ni generator yo'q deylik. O'sha generator olmasa, mashina akkumulyator qo'yasiz, zavod bo'ladi, yuradi, lekin taqqa to'xtaydi. То есть tok ishlab chiqarmagan akkumulyator o'tiradi, yurmaydi endi. Obrazda endi aytgan. Xullas, liniya olgan, asosiy mana parovoy kotel degan narsasini olmagan. O'zbekistonda kimdir unga aytgan, bo'ldi ana. U mahsulot avtoklavda ishlaydigan, ya'ni uni ishlab chiqargandan keyin avtoklavga tiqish kerak. Bu avtoklav bu diametri 1200 mm, uzunligi 12 metr kamida bo'lgan bir temirli nima, unga par keladi, bug' keladi, kerakli gradusda nima bo'ladi, o'shanga mahsulot qo'yib ma'lum bir muddat o'shanda saqlansa, o'shandan chiqqan mahsulot 100% hamma standartlarga javob beradigan mahsulot bo'ladi. O'sha kotel, ya'ni parovoy bug' ishlab chiqaradigan kotel olib kelmasdan bu O'zbekistondan topamiz. O'zbekistonda bir ikkita ana hali ishontirgan qilib beramiz deb. Shu bilan shu proyekt ishga tushishiga, misol uchun puskanalatkaga 3 oy deb aytsa, 3 oyda оборудование liniya o'rnatilgan, lekin haligi bo'lmagani uchun ishga tushmagan. Endi uni alohida olib kelish yana qimmatga tushgan. Qimmatga tushardi. Shuning uchun bo'pti, boshqa texnologlarni yig'ib, O'zbekistonda mana degan texnologlar ishga solingan, lekin haligi mahsulot chiqmagan. Chunki biror bir mahsulot ishlab chiqarish o'zining texnologiyasi bor-da. U texnologiyasini bajarmasa ham bo'lmaydi. Mana shu yerda ham haligi skupoy platit дважды deydigan narsa 100% ama nima deydi, hayotda ko'rsak bo'ladi. Shuning uchun biror bir mahsulot ishlab chiqarishdan oldin uni oddiygina mana shu upakovkasigacha e'tibor berish kerak-da. O'sha liniya olayotganda bir xil, men ko'p kuzataman, men ayrim mijozlar orasida shu faqat mana joyini olib bersang bo'ldi deydi, bu yog'ini qo'lda yasab olamiz deydi. Voy, baraka topkur, unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lsa bunaqa bo'l. Keyin ko'raman, o'sha odam bilan bir oxiriga yetganini ko'rmayman yoki biror bir endi kamdan kamda hali to'g'ri bizda ham endi mana uskunalar ishlab chiqarish rivojlanyapti, lekin u odam uskuna ishlab chiqaruvchi odam emas. U odam tadbirkor, ya'ni mahsulot ishlab chiqarmoqchi-da. Shu nuqtai nazardan biror bir mana ishlab chiqarish yo'liga qo'ymoqchi bo'lsangiz, iloji boricha polniy siklni yo'lga qo'yish kerak. Ozgina ko'proq pul ketsa ham, ozgina ko'proq vaqt ketsa ham, polniy siklni qo'ysa, xohlagan mahsulot chiqadi shunda. O'tini o'zim qo'yaveraman, o'tin. Keyin men aytmoqchi emasman, bizani mutaxassislar yetarli malakasi yo'q deb. Lekin ayrimlarida bor. Lekin bizda shunaqa mutaxassislar ham borki, misol uchun qog'oz tualetni bo'lmaganini ishlab chiqaradigan liniyani o'zimizda bemalol yasab berishadi. Shunaqa mutaxassislarimiz bor, ularni taniymiz. Lekin asosiy boshqa nimalarda? Voy, Bahodir aka, yana bitta juda ham zo'r anaqa keldi, case keldi, lekin buni keyingi safarga qoldirib qolamiz. Chunki vaqtimiz chegaralangan. Endi asosiy maqsad kimdir xato qildi deb emas, o'sha xatodan xulosa qilib, siz o'zingizni vaqtingizni, asabingizni tejab o'sha yutqizish
aniq bo'lgan joyga bormasliginglar, boshqalarning xatosidan xulosa chiqarishinglar. Birinchi suhbat yomon bo'lmadi menimcha. Endi boshlash kerak qanday bo'lsa ham. Ya'ni bu realniy keyslar, ya'ni real hayotda Murodjon mana necha yillardan beri ishlab keladilar. Men juda yaqindan bilaman. Birga ishlaganmiz hattoki. Xudo xolasa yana ko'p o'sha keyslarni olib, realniy situatsiyalarni ko'rsatib beramiz. Ya'ni yutganlar ham bor, faqat yutqizganlar emas. Yutganlar ko'proq. Shulardan o'zi o'rnak olish kerak-da. Ya'ni uzoq yillar davomida faoliyat yuritib, yaxshi daromad topib, el yurtga, xalqimizga, o'zingizning oilangizga, o'zingizga foyda keltirishingiz bizning asosiy maqsadimiz. Va shu yo'lda endi qo'limizda qanaqa ilm bo'lsa, bilimimiz bo'lsa, shuni albatta bo'lishamiz. Agar bir zavod qurmoqchi bo'lsanglar, shu narsa uskunasi Xitoyda chiqariladigan bo'lsa, Murodjon Akbarovga murojaat qilasizlar. Videoning tagida telefonlarini qoldiramiz. Kelib ofislariga suhbatlashib, o'sha proyektni amalga oshirishingiz mumkin. Ular bilan ma'qul kelsa. Shu bilan birga biznes bu 80% psixologiya, 20% texnika. Shuning uchun agar biror bir biznes qilmoqchi bo'lsangiz, shu 80% psixologiya qismiga Bahodir akamga murojaat qilasizlar. Bu ham to'g'ri. E'tibor uchun rahmat. Xudo xolasa ko'p yo'nalishlarimiz bor. Xohlagan paytingizda aloqaga chiqinglar. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Yana albatta bu suhbatimizni davom ettiramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz.